Madalyonning ichi. Inson ruhining eng chuqur qatlamlariga sayohat. Tasavvur qiling, bir psixiatrning not defteri. Unda yillar davomida eshik ortida qolgan sirlar, qalbning yashirin yaralari, umid va umidsizlikning nozik chiziqlari yozilgan. Doktor Gulseren Budayjioğlu o'zining Madalyonning ichi, bir psikiatristning not defteridan kitobida haqiqiy hayotiy hikoyalarni ochadi. Har bir sahifada siz o'zingizni, yaqinlaringizni yoki jamiyatimizdagi odamlarning ko'z yoshlari, kulgi va iztiroblari orqali tanib qolasiz. Bu yerda panik atak bilan yashayotgan muvaffaqiyatli tadbirkor, o'zini Iso payg'ambar deb bilgan shifokor, tozalik uchun uyini axlatga aylantirgan oila, sevgi va o'lim o'rtasidagi abadiy kurash. Har bir hikoya Madalyonning ichki tomonini ochuvchi kalit. U yerda nafaqat kasalliklar, balki insonning eng sof his-tuyg'ulari, zaifliklari va kuch-quvvati yashirin. Kitob o'qiganingizda nafasingiz tiqilib qoladi, ko'zingizdan yosh keladi va birdan o'zingizga savol berasiz: men o'zimni qanchalik taniyman? Atrofimdagi odamlarning ichida qanday dunyolar bor? Bu shunchaki kitob emas, bu oyna, ruhiyatingizga qarash uchun ochilgan noyob oyna. Agar siz ham inson tabiatining sirlarini ochmoqchi bo'lsangiz, o'z qalbingizni chuqurroq anglamoqchi bo'lsangiz, Madalyonning ichini o'qing. Chunki ba'zida eng katta o'zgarish o'z ichingizga qarashdan boshlanadi. Madalyonni oching, ichidagi haqiqatni ko'ring.